5 vaqt namoz o'qiganlar menен tahajjud namoz o'qiganlarning o'rtasida emne ayrımı var dese, İslam alimlari aytadi. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Allohu akbar deb. İnson chaqiryapti. 5 vaqt namozga inson chaqiradi. Hayya alas salah. Namazga kelgile deb. İnson chaqiryapti. Allohning so'zi bilan biroq inson chaqiryapti. Tahajjud namozga Allah o'zi chaqiryapti. Qarag'lar. Hal min mustagfirin aghfirlah. Kechirim so'ray turganlar bo'lsa kechira salayin deb Allah shunchalik kutadi deb atadi. Allah chaqiryapti. Hal min sa'ilin u'tilah. Tilengenler barmı? Perzent tilesin. Den soluk sorasın. Mansap da sorasın. Dünya da sorasın. Emne sorasa birem hazır deb Allah Taala vada qilib Buga Allah Taala chaqiryapti. Tahajjud bilan 5 vaqt namozning ayirmasi shu. O'shaning uchun islom olimlari aytadi. Tahajjud namozin o'qib жатқан uyni oromatto'g'on perishtalar o'sha uydan boshlab dunyo osmonina cheyin chiqib ketadi. Ankeni aning uyidan chiqib жатқан nurni Allah'ın aldığına alıp barıp görsetiş için. Şaşıp bugün şu tahajjud namazga. Bugün boş vaktimiz var mı tünü? 10 top orup jatkanda darat alganga da basıp bara albayбыз. Darat ala albayбыз. Rükû kıla albay kaldık, otur namaz okup kaldık. Al uçurda tahajjud toktaydı elbette. Özünüzde kıynamayısınız. Bugün var mı densoluk, bugün boş vakt var mı? Anda jasap kalın.